To'rtinchisi hamda Sharq Turkistonning mustaqilligi yiroqdagi bir nishon. Ammo bu mustaqillikchi bo'lgan nurg'un bosqichlik nishonlar bor. Shu tashkilotlar cho'ng bir tortni biroqla og'ziga tiqib chaynayolmay qolgan vaziyatdan mana pochilab kichik nishonlarni amalga oshirib xizmat qilish lozim. Buning bir foydasi kichik natijalar bilan biz xushallikqa yo'l olamiz. Bizga ilhom bo'ladi. Biz bunda qila oldik-ku. Masalan deylik, masalan shu istiqlolni misol qildi. Masalan biz bu yil Arabcha anlatışımızı manç saatga apraylı. Arabcha kanalimizga a'zo bo'lganlar, masalan bu yil 10 ming bo'lsa, biz bir yil ichida buning sonini 30 mingga chiqadi. Twitter yoki Instagramdagi hisobimizda 100 ming odam ergashsin. Uning uchun bunday qildi. Deganga o'xshash, nishonni kichik xizmatlarga parchalab qilish lozim. Bu hisoblag'ili bo'ldigan, hisob og'ili bo'ldigan, o'lchigili bo'ldigan natijalar mush ishni qilayotganlar uchun eng cho'ng tasalli bu. Bo'lmasa aytgandan kechgacha bir xil ishni qilaverdingiz. Buning hech bir narsani o'zgartganini his qilolmadingiz. Bir narsaga foydasi bo'lganini his qilolmadingiz. Bunday holatda davomliq, ya'ni yuqori energiya bilan o xizmatni davomlashtirish asos emas. Shunga natija masalasi menimcha bek muhim. Natija masalasi. Andan keyin oxirida mening eng cho'ng tavsiyamning birisi shu Payg'ambar alayhisolamning mücadele hayatını, yani 23 yıllık hayatını menimce her bir dava sepedeki meyli lider olsun, meyli adetteki bir yana kirgen bir yaş yiğit olsun, yaş bir kız olsun, üzerine mücadele hesaplaydı Allah. Baştan ahırı içkendek okuşu ügünüşü lazım. Bunun mu çoğun, bunun mu yaxşı bir derslik yok da böyle. Qanda ümitsizlengen vaqtda qanda teselli tepishni o'ziga. Bu mücadelede qanda sabr qilishni, qanda hamkorlashishni, qanda strategiya tuzishni menimcha nihoyatda yaxshi o'rgatalaydi. Agar shuni ichidagi go'harlarni yaxshi qazolasak-la, o bizga nisbatan cho'ng bir dastur deb o'ylayman.